Mana bu qo'limdagilar bilakka qo'yiladigan implant hisoblanadi. Sizni homiladorlikdan 100% himoya qiladi. O'zi 4 cm, eni 2 mm bo'lib, bilakka qo'yilgandan keyin siz uni umuman his qilmaysiz. 3 yil davomida sizni homiladorlikdan himoya qiladi. Semirtirmaydi, hayot tarzingizga xalaqit bermaydi. Tarkibida esa estrogen saqlamaydi. Olingandan keyin esa ovulyatsiyani 100% tiklab beradi. Ya'ni reproduktiv salomatligingizga ta'siri yo'q. Asosiysi qo'yilishi ham, olinishi ham juda ham oson va og'riqsiz jarayon. Implantni kimlarga tavsiya qilinmaydi? Onkologiya aniqlanganlarga, homiladorlikka shubhasi bor ayollarga, trombofiliyasi bor ayollarga va keyingisi sababsiz bachadondan qon ketayotgan ayollarga. Agar sizda implant haqida yana qo'shimcha savollar qolgan bo'lsa, bemalol qabulimga yozilishingiz mumkin.